O'zbekiston, SNG, balki dunyodagi eng yosh katta ayol bloger oldilariga mehmonga keldi. Ularning ismlari To'tiniso. Millionlab odamlar hayotlarini tomosha qiladilar. Shu qatorda men ham, onam ham To'ti buvani uylariga birinchi bor mehmonga kelamiz. Qanday yashashlarini ko'ramiz. Voy bu. Oyi, mana siz. Assalomu alaykum To'ti buvi. Yaxshimisiz? Gapirib bering dodammi, qanaqa tanishgansizlar? Biza tanishib bo'ldim. Ko'chada yursam-chi, odamlar meni so'rashmayapti. Faqat To'ti bu yaxshimi, To'ti bu yaxshimi deyapti-da. Hozirdan o'zinglar narsanglar bunaqa mehnat qilmaylar. Ibrohimga ham aytasizmi, yashab oying ko'p ishlamagin deysizmi? Yo'q, buni ishiga og'ir emas. Hada. Samolyotda uchganmisiz? Qayerga borgansiz? Leningrad, Moskva, Sochi, Yalta. Yoshingiz katta bo'lgan sari nimani ko'proq o'ylayapsiz? O'lim. Assalomu alaykum pul news obunachilariga. Bizda har doimgidek eksklyuziv, sababi biza balki O'zbekiston, SNG, balki dunyodagi eng yosh katta ayol blogeri oldilariga mehmonga keldi. Ularning ismlari To'tiniso. Instagramda akkauntlarining nomi To'ti buvi. 300 mingdan ortiq obunachilari bor va millionlab odamlar hayotlarini tomosha qiladilar. Shu qatorda men ham, onam ham xullas uylariga mehmonga keldik. Kirib, qanday yashashlarini ko'rib suhbatlashamiz. Mutlaqo eksklyuziv, sababi Ibrohim unaqa intervyu hali bo'lmagan. Assalomu alaykum. Yo'q, aka. Ibrohim To'ti buvining nevaralari shu akkauntni ularga bu Ibrohim ochib berganlar va akkauntlarni siz olib borib yurasiz, bilishim bo'yicha. Qayerdan ideyasi keldi? Aka, qayt bayram bor. O'shani men buvimga tort berganman-da. O'shani videoga olganimda juda ko'pchilik aka buvi shirin buvi ekanlar, bizga yoqib qoldilar. Videoga oling deshdi. Bir ikkita videolar qildim, qarasam bo'ng'aladi video, ko'pchilik yoqyapti. Keyin shu bilan videoda ulanib millionlab odamlar fanatlari bo'lib qoldi, hayotlarini kuzatib, endi har doim Instagramingizda To'ti buvi chiqib turadilar. To'ti buvi chiqib turadilar, ishoning, ko'chada yursam-chi, odamlar meni so'rashmayapti. Faqat To'ti buvi yaxshimi, To'ti buvi yaxshimi deyapti-da. To'ti buvini admini bo'lib qoldingiz. To'ti buvi administratorlar, mobilograflarimi, hammasini. Esidan chiqib ketdi, bosh qo'l bilan kelmadim. Shundoq hos ovasi, shuni Ibrohim yordam bersangiz. Oh, bujon padarkalarni yaxshi ko'radilar lekin. Da? Chiroyli mana. Yo'lab qo'ydim. Yaxshi. Обязательно mana. Hozir Ramazonga sovg'a, men napitkimni ham oz ochganlarda. Ta'mlarini ko'rsa-da zo'r bo'ladi. Anar fresh. Men o'zim ichib ko'rganman, yaxshi. Kakras. Yoqqanmi sizga? Zo'r. Xullas his qilindi, kirishdan oldin birinchi bo'lib ko'zimga mashinangiz tushyapti. Obzorini olmadik. Hammer H2 Ulug'bek Mas'um bilan intervyu olganimda aylanishga chiqishdan oldin tanlaganladik. Cybertruckda uchamizmi, Hammerdami? Cybertruck tanlaganman. Xohlasangiz Hammerda, xohlasangiz Teslada. Tanlang. Bilmadim. Farqi yo'q. Pожалуйста. Teslada ketdim. O'shani ko'rganman, bor Hammer tanlasin turdim, Hammer tanlamagansiz. Unda Cybertruckga qiziqyotgandim-da. Ha, to'g'ri, unda Cybertruck hype bo'lyapti. Eng qizig'i, Hammer oldingiz. Necha pulga tushdi bu? Aka, bu 200 ming dollarga yaqin tushdi. Nima unaqa qimmat? Samolyotda olib kelishi o'ziga aka 30 ming dollardan oshiq pul ketdi aka. Samolyotda olib kelish. Elektromobil bo'lsa 200 ming dollar ketib qoldimi deyarli. Shunaqa. O'zi hozir yangisini olaman siz aka, bir 250 mingga boradi bu aka. Toshkentda nechta ekan buni Hammer? Mini shunisidan bitta dona. Bu X3 da, X2si bor, unisidan ikkita. Lekin bu noyob, bitta. Ochuvchi bitta narsani so'rayman, endi tabriklayman. Dushi, nima minusi bor ekan bu mashina? Hamma maqtaydi, wow deb bilib o'ylayman. Minusimi? Ha, minusi eng katta minusi buni bahaybatligi aka. Buni kattaligi. Kattaligi plus emasmi, nabarot? Yo'q, aka, ko'p joylarga kirishga qiynalaman-ku, lekin o'rganib ketdim. Ovozlari bor ekan. O'zini shunaqa zuki bor, endi motor emas. Kolonka. Ha, bitta olsang? Ha. Do'stlar, kalonkani ovoziga baho berib yuboringlar, gap yo'q. Zo'r, baba, emotsiya beradi. Eng qizig'i 100 ga necha sekund chiqadi? 4 tonna 100 da buni. 4 tonna shu joyiga. Lekin shu godasiga 3 sekund 100 ga chiqadi, aka. 3 sekund. Gap yo'q. Surishamiz ham gelikingiz bilan. Men gonkalarga qarshiman. Siz qanaqa bor? Aka, mana To'ti buvi shu xonadonda yashaydi. Mana Radman akam bor, Muhammad. Muhammad onamli, To'ti buvimli mana shu uchastkada Xudo xolasa yashab ketadi. Sizni shu onangiz bilan, shu yerda To'ti buvi akangiz bilan birga yashashadi. Shunaqa. Ketdi, aylanib chiqamiz ham, xursand qilib, gullanib berib. Davay. Yuring, qani xursand bo'lib ketadi, hozir kutib o'tiribsizlar. Do'stlar, eksklyuziv mana. To'ti buvani uylariga birinchi bor mehmonga kelamiz, qanday yashashlarini ko'ramiz.
Aka, bu To'ti buvini qizning uylari. Mana shu yerda tug'ilganlar, mana shu yerda yashaganlar. Chiroyli ekan. Hozirgacha mana shu uylarga o'zlari qarab, gullar, bog'chlarni yoqtiradilar. Endi bilasiz ayollarni. Gap yo'q. Вообще do'stlar, fasadlariga bir baho berib yuboraylik. Ibrohim ham oilasi takoy baquvvat oiladan biri, skromniy yuradi. Biz oddiy nimalarga ko'tarilganmiz. Ketdim. Ya mayli, hozir. Ibrohim ham молодец. Постоянный harakatda biznes, blogging tinmaydi. Yana. Voy bu. Oya, mana siz. Assalomu alaykum To'ti buvi. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ko'rib xursandman sizni. Rahmat. Hayotda bu gullar sizga shu Rahmat. sizdagi yosh, mayin gullar ekan. Olmasam bo'lmaydi dedim To'ti buviga. Bundan tashqari mana ro'za Ramazon oyiga mana sovg'a. Bu yerda termos, chiroyli gulli, finiklar, pechenyelar, kitob bor, tasvir ham bor, mana elektronniy. Oddiy aytganda xursand bo'lasiz deb umiddaman. Bu mana men suv ishlab chiqaryapman. Anar fresh degan, bu sizga ozocharda ta'mini ko'rsangiz xursand bo'lamiz. Oya, gul yoqdimi gul? Albatta. Menga ham sovg'a tayyorlab qo'yibdilar. Voy sizga. Bo'ldi, voy rahmat. Dastomor. Voy, To'ti bu rahmat. Ovora bo'libsiz, rahmat. Xursand bo'ldim. Rahmat. Ben tavali arzmaydi. Bo'ldi, bu buvimgami? Bering kim, qaysi kimga? Buvizga. Bo'ldi, buni buvimga beraman. Xo'p, bu mengami bu naski? Kimga bildim. Dastomor sizga. Ha, bu menga. Bo'ldi, bu buvimga. Bu anaqaga, bu oyisiga dot deydi. Voy sizga. Ha, bu onamga, bu menga, bu buvimga. Bo'ldi, berib qo'yaman, обязательно. Nimaga uyalasiz otingizda? Shunu de. Yo'q, shunaqa deb hisoblaysizmi? Shunaqa deb hisoblaysizmi? Xunuk deb hisoblaysizmi? Nimaga? Hozir chiroyli otlar bor. Qaysi ism sizga yoqadi? Diloram, Dilfuza, Shahnoza. Amanikin. Yo, To'ti ham chiroyli ism menimcha, необычный, редкий-da. Eskicha. Do'stlar, To'ti buvi 1928-yilda tavallud topganlar. Hozir mana 2026-yil kuzida 98 yoshga to'ladilar. Shunaqa. To'ti buvi, ismingiz to'lig'i qanaqa bo'ladi? Oytut. Ha? Nima oya? Oytut. Oy To'ti. Nimaga kulyapsiz? Uyalasizmi ismingizda? Ha? Boya uyalaman dedingiz-ku, nimaga? Eskicha de. Eskicha. Ha, o'zimga yangichamanmi? To'ti degan ism zo'ru, oya. Chiroyli-ku. Oy To'ti, to'g'rimi? Oy To'ti, ha. Oy To'ti, to'liq ismi. Mana chiroyli oya. Unaqa ism juda ham kamyob ism. Qanaqa ismingizni qo'ygan bo'lardingiz? Qaysi ism yoqadi? Endi o'zim qo'yaman. Anaqa. Nevaralarim chiroyli. Qanaqa ism chiroyli sizni fikringiz bo'yicha ayollarga? Sayyora. Sayyora onamni ismi aytgancha. Sizni. Sayyora chiroyli. Saida o. Buni oyisi. Mayda. Marzam. Xolalar Muharram, Mukarram. Qanaqa oilada tug'ilgansiz To'ti buvi? Dadamlar bazoz bo'lganlar. Magazin. O'sha payti. Pul ko'p bo'lgan ekanda. Pul ko'p bo'lgan ekanda. Ne? Hamma bolalar boy. U mahallachi mana yozda ko'chib kelardik. Kuzda ketardik. Bunaqa o'yla yo'q edi. Ha, bu dahshati, ko'ryapman, o'zingizni kameralaringiz ham bor ekan To'ti buvi. Mana ekranda xos ana yoshlar telekanal, bu telekanal bo'ladimi desam, kameralar hamma tarafdan kirganlarimizni hammasini ko'ribsiz. Bu nimaga? Nomi bor bu kamerani, mahalla deb qo'yib olganlar. Nimaga? Mahallani qo'y deyman. Nimaga? Ko'rinadi. Nima qilasiz? Qarab o'tirasizmi? Kim nima qilyapti, qayerga o'tyapti? Yurolmayman-da, ko'rib o'tiraman. Ne? Nimalarni ko'rasiz, oyi ko'proq? Kim kelar ekan? Xullas, uyga qo'rqilab o'tirasiz, qarab, kim kelyapti, kim ketyapti bilasiz, Ibrohim qachon kelsa ko'rasiz sirazi. Lekin kichkina bola o'tib qolsa ham aytadilar. Qaragan, kimdir kelyapti, kimdir mashinaga tegyapti deb borib, o'shanga kamera qo'yib berdilar. Sizlarning zamoninglar mazza zamon. Bizaniki na svet yo'q edi, ko'chib kelganlar. Undan keyin gaz yo'q.
o'tinda ovqat qilaverdi. Mana bitta pechkada ko'mir. Bolalar shamollab ikkitasini er yo'q, 6 oylik anaqa, 10 oylik. Ikkalovi ham o'g'il edi. Endi yaqinda tog'asi o'ldi, 47 yosh. Sizni katta o'g'lingiz Hozir 70 dan oshar. nimadan? Insult bo'ldi. Insult bo'lib qoldi. Yurib turib ishxonada yiqilib, shundoq 16 ga olib chiqib bir haftada o'ldi. O'zi больницada yotgan, ishlab yurgan, unaqa yotib qolmagandi. Lekin qizim sirroz pechim bo'ldi. Sirroz pechini? 52 yoshda o'ldi. Unda ham Xudo rahmat. nevaralar bor, avaralar bor, kelinlar bor. Qarang, nechta farzandingiz bor o'zingizni? Hozirmi 4 ta. 4 ta. Bitta katta o'g'lingiz olamdan o'tib qoldi, deyapsiz. Lekin bitta qizim. Qizingiz. Shunda Ibrohimning oyisi qolgan. Yana kim? Hozir o'sha Hasan, ana Zo'ra, Hasan, Sayora, lekin G'ofir o'g'lim bor. Shu 3 ta o'g'il, bitta qiz. 2 ta o'g'il, 2 ta qiz. oyi keyin aytib beruvdingiz-ku menga, ana yosh o'g'illaringiz ham vafot etdi-yu, o'shalarni Aytmoqman, u 6 oylik, 10 oylik o'lgan. Lekin eng bosh bolam ham o'ldi-de. Nimaga? o'sha 4 ta farzandlari vafot etgan. Yo 6 oylik kichkinaligida. Shunaqa. 6 oylik kichkinaligida olamdan o'tib qolgan-a? Keyin 10 oylik. 10 oylik. Ular nimaga? Shamollab shutda. Yeng morad. Ammaqa ravonlar yo'q. Unda dori-pora bo'lmagan-a? Lekin reanimatsiyalar yo'q. Shamollab javob berganda qor yoqqanda kelsam yana qaytarib qo'ygan. Men bitta ochuv. Qarashadigan kuchim yo'q. Siqilganmisiz to'ti buvi? Siqilganmisiz olamdan o'tib qolishganda qiyin bo'lganmi? Endi Go'rqov bizani qarindosh. O'zlari yo'q. Ikkita bilan yotganman-da. Bittani 6 oylik jo'natib o'lgan, olib ketgan buvasi anaqa qilgan. Chilonzor deydi. Lekin ikkinchisini nima qilib kelganman. Tuzatib. Mana shu o'ylada sovuq. Qarang, men bitta narsani tushunmadim. Shuni sizni oyingiz, keyin mana Hasan, tirik, G'ofir tog'am, G'ofir tog'ingiz, Sayora xolam. Sayora xolangiz. 4 ta farzand. Ular hamma tirik. Yashashyapti. 4 ta farzandlari vafot etgan. Общий 4 ta farzand vafot etgan. Ikkita kichkina va katta o'g'illari, katta qizlari. Shunaqa. Katta o'g'lim 4 ta o'g'illi. Ana qizi yo'qda. Xotin doktor edi. Kashmirga kirgan men kelin bo'lgan. Men ikkita bolasini katta qilib berdim. 4 o'g'il. To'ti buvi qayerda tug'ilgan so'zi? Toshkentdami? Qayerda? Toshkentda, Olmazorda. Olmazorda. Necha yoshda erga teggansiz? 25. 25? Urush vaqti. Tuzluğa joyga chiqmaydi, qizlar xor. Anaqa bo'lgan. Urushda rosa ko'p erkaklar vafot etgan-ku. Qora xatli kelganda qizlar juda ham ko'p bo'lganda mahallada. Erkaklar kam bo'lganligi uchun shanaqa deydilar oyim. Kim kelsa uzatib yuborishgan deydilar. Shunaqa payt bo'lganmi? Kim kelsa uzatib yuborishgan? Da? Chiqqanga qursa. Muhabbat bo'lganmi? To'ti buvi? Sevgi bo'lganmi? Menmi? Ha. Bir xil yurib ham tekkan, o'sha vaqtda ham. Uni onasi juda ham chiroyli edi, buvisi. Qiz bolam bor edi, qiz bolam o'sha kelin qilgan. Qiz bolam. Qo'shim aytardi, ukalaringiz turibdi, men naqlarni qo'y. Niye ishlaydigan xotin ekansiz? Shundoq qo'lingizda qiz turib, o'zingiz uzatgan bizlar o'gay onada. O'zingiz uzatib, o'zingiz bordi keldin, o'zingiz qilganmiz dedi. Eng kattasi tog'asi. Dodangizga nima bo'lganda olamdan o'tganmilar? Ha, dodamlar olamdan o'tganlar. Men unaqa zo'r eslolmayman. Men juda kichkina bo'lganman.
Oyi, dodammi bitta gapirib bering dodammi? Qanaqa tanishgansizlar? Bize tanışıbız hem. Nima bo'lganmi bu? Bo'ldi mana uylanasan deyishgan. To'ppa to'g'ri birga o'qigan edi u. Aha. De, Sizni tengizmidilar ular? baravar. Ha, baravar. Sindosh bo'lishgan. Ha. Lekin faqat zakisga borgan biza. Boshqa uchrashishimiz hech nima yo'q. Da. Hayotinglar qanaqa o'tgan? Mana olamdan o'tib qolibdilar, sog'inasizmi? Qushxonada dovur surganda, lekin rosa mehnat qilganlar. Ana qushxonani ishi Qushxonada? yurmay qolganda mayka tursin bilan odam yuradigan quvurlarni tozalab ishi yurg'izib yuborganlardan lekin putovka bergan. Lekin mukofotga berganda qushxona juda mehnatkash. Hozirdan o'zinglarni asranglar unaqa mehnat qilmaylar. Ha, ko'p mehnat qilganlariga ham olamdan o'tib qoldi. Nimadan olamdan o'tib qoldi umr yo'ldoshingiz? Har xil kasal. Nechta evara endi? Navaram Navara, sanog'i avara, yo'q. sanog'i yo'qmi? Bir 20 tadan ko'pmi? To'ti buvi, yoshligingizda kasbingiz qanaqa bo'lgan? To'p tikkanman. To'p tikkanmisiz? Tikuvchi bo'lganmisiz? Ha, oyim tikuvchilar, oyi bitta ko'rsating tikkan narsalaringizni ana. Mana shularni o'zlari tikkanlar hammasi. O'zim tikkanman. Hali ham. Hali buni mana shu yoshlarda tikkanlar mana shu narsalarni. Da? Gullar, mana qush. Mana Ana. Gap yo'q, To'ti bu. Biznes qilsangiz bo'lar ekanda, ya'ni Ibrohimdan kiyimlarni tikib. qo'lim og'riydi, hozir tikolmayman. To'ti bu, lekin o'zingiz yoshingizga juda tetu ko'rinasiz, bab chiqib yurib, zo'r, vashcha zo'r. Mana men guldaydi. Ochig'ida. Yo, zo'r ko'rinishingiz zo'r, ko'z tegmasin. Chiqatingiz og'rimaydimi? Og'riydi. Og'riydimi? Qo'llarim, oyog'im og'rimaydi, qo'lim. Lekin ishtaha yo'q. Nimaga? Ovqat kam yeyman. Nima ish yoqtirasiz? Har kuni ovqat qilib beradi. Men bilan nima yeysiz, nima ichasiz turadi. Men bilan uchalov. Voy, shashini ko'rsatma deyman. Nimaga? Yeyolmayman. Maydalabchi. Bittani yeyolmayman de. Shunaqa. Lekin yegiz keladi. Yegaman kimga. Ertalab kasha, shug'uruch. Mana shunaqa qilib beradi. Qarang, To'ti buvi 1966-yilda Toshkentda yer qimirlash bo'lgan. Bilasizmi? Siz bo'lganmisiz Toshkentda shunda? Nima bo'lgan? Bitta eslaylik, qanaqa bo'lgan? Imorat hamma buzilganlarning g'ishidan bo'lgan. Hamma yorgan imorat. Bu xomg'ish, yo'qdi pishog'ish. Hamma yer qimirlaganda imoratlar buzilib ketgan. Ashid Abdulla bo'lgan. Hammadin dalaro joyga ketib yashagan. Jab bilamiz. Qimil urgan, ya'ni. Bir marta qimillab to'xtamagan. Yo'q. O'sha paytda oyi bolalaringizni nima qilgansiz? Men buni ikkita beshi, ikkita. Bir kichkina edilar qizlaringiz. Beshikda 6 oylik, 7 oy. Anaqa hovliga beshikni ko'tarib olib chiqib berganlar amaki. Lekin hovliga kelayotganimizda u kirolmagan. Ko'chada yotgansizlar? Hovlida. Mana shu joylar yorilib ketgan. Qiyin paytlar bo'lgan, xullas. Ibrohimni tug'ilgani esingizda bormi? Ha? Qanaqa bola bo'lgan Ibrohim kichkinaligida? Yaxshi bola bo'lgan, shirin. Ne? Shirin bola bo'lgan? Muhammaddan bu ham eng katta o'g'li 40 ga kirdi. 40 ga keldi. Okasi. Misrada ekan. To'ti buvi, bilasizmi, Instagramda 300 mingdan ortiq podpishchikingiz bor. Millionlab odam ko'radi, bilasizmi? Bilasizmi? Amerikada ko'ribdi. Amerikada ham, Rossiyada ham, O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham, butun dunyodagi o'zbeklar. Amerikada bitta opam qizlari bordi. Telefon qildimi? Nima dedi? Ko'rdimmi demasiz? Yo'qotdimi o'zingizga? Yaxshi. Ne? Nechta odamni so'rab keladi, eting oyi So'rab kelishyaptimi sizni? Anaqa mashinasiga tusholmadim. Bunga ilkmadim-da, oyog'im og'rib qoldi. Balon ekan. Lekin mashinalarni aylantirib keldi-da. Endi qarindoshlarim
Bizani oldimiz kelibsiz-u, kirmabsiz. Siz tusholmadingiz, oyog'ingiz og'ridi. O'shanga kirmadingiz. Zo'ra O'shancha men aytamanki, Nima deysiz, oyi, avtobusga o'xshaydi deysizmi? Mashinasimi? Ha, endi Ibrohim qo'y. Yaxshi ko'radi. oldingisi yaxshi edi. Kichkina Mercedesmi, uchganmisiz unda? Ha-da. Unga yaxshi bemalol o'tiradingiz. Bitta to'ti buviga reklamni kontraktni qilib mashina olib bering, Ibrohim. Oyi, qanaqa mashina yoqtirasiz? Yo'q, hozir kichkinaga ham tusholmayman. Ne? Oldin tushardim, hozir tusholmayman. Hamdan zo'r ostonadan. Mana bundoq ushon tushibdi-da. Mana bitta o'qidi. Ushon deb, shunda mukammal ham tushdim-da. Yiqilib tushdingizmi? Qachon? 15 kuncha bo'ldi. 15 kun. Yo'q, hech nima qilmaydi. Mana bundoq Qatta mashina yiqilib tushdingizmi bundoq? Qattimi yiqildingizmi? Yo'q, shundoq, mana shundoq. Ana ushoni terdim-da. Endi kichkina mashinada ham yurolmayman. Ne? Lekin to'ti bu yurishingizdan unaqa deb o'ylamadim. Men unaqa deb o'ylamadim endi yurishingizdan, ko'rinishingizdan. Baquvvatga o'xshaysiz. Yo'q, o'zi to'satdan bo'lib qoldim. Yiqildim. Paxaskida turardim-da. Kichkina. Ana sayyorani tuqqanda bolasiga qarab shunaqa. O'sha yerda yiqilib tushib, lekin bu olib keldi. Shunga ham 2 yildan oshdi. 2 yildan. Ibrohim onasi. Hozir ixtiyor bo'linglar. Keyin men ixtiyor bo'ling. Bo'lmaydi. Ne? Oyizlarga aytdim. To'ti buvi mana bunaqa savolda, yosh sayin iloyim 110, 150 ga kirib yuring. Lekin yosh sayin o'limni ko'proq o'ylashni boshlaysan deydi ko'p yosh kattalar. Rostdanmi? O'limni o'ylab turasizmi? O'limmi? Doim mashina o'lim. Qo'rqasizmi? Endi tamam deymisan yoshimda. Anaqada Chilonzorda mana anaqalari bor. Tog'alar, Yusufjonda tog'a bo'ladimi? Tog'alar borda. Buva Go'rkov edilar. Zo'ra boribdi-da, hamma yoni aylanib yuziga kirganini ko'rmadim deydi. Chilonzorda. Hozirgi paytda yuzga kirayotganlar menimcha sanoqlidir ham. Misol uchun Instagramda bitta sizda mana 97 yoshli, mana bu mana 93 yoshli adashmasam, Zuhra buvi, mana necha yoshli Zuhra buvi? 80 yoshli-da. Endi 90 ga chiqqanlar juda ham kam bo'lyapti-da. Hozirgi zamonda mana shunaqa sizni zamoningizda odamlar yuzlarga kirib yurardi, bemalol. Mana ko'rding-a? Ana mozorda yuzga chiqqan yo'q. Yo'q, hozir. To'ti buvi, yoshingiz katta bo'lgan sari nimani ko'proq o'ylayapsiz? O'limni. O'limni o'ylayapsizmi? Nima o'ylayapsiz o'lim haqida? O'yish, ana ko'p odam mamta yuruvdi-da, hammasi o'lib ketibdi. Mamta qo'shimcha 85. Narsa Jovlanning xotini Jovlan o'lib, Tursunoy o'libdi. Ana Sabohat, Shohida, Asolar, voy bu o'lganlar. O'zingiz ham o'ylab turibsizmi o'limni? Nima bo'lyapti? Qo'rqyapsizmi? Qo'rqaman-da. Qo'rqinchlikmi? Yo, shuni Yo'q, o'shalarchi unaqa yotuv bo'lmadi. Mana bitta to'g'ri qo'shni 11 ta bolalari bor edi. O'g'illari o'ldi, o'zlari, ellari o'ldi. Yurishuvdi. Unaqa o'sar bo'lib yotishmagan. mani opoq dadam bo'lardilar-da, ular 97 da olamdan o'tdilar. Ular aytardilar, och o'ldirmasin, to'q o'ldirsin derdilar, qish o'ldirmasin, yoz o'ldirsin derdilar. Haqiqatan ham shu yozda ovqat ustida o'sha joyda olamdan o'tib qolganlar. Men aytayotganim qo'rqinch baribir bor, har bitta odam qo'rqadi o'limdan. Ichida qo'rqinch bor. No. Men bitta chaqqon kelin bor edi. Mana u yashar nima? Mamlaqa bo'lib qopti. Ne? Qo'shimcha o'limdan qo'rqaman deydi. Hammamiz xullas qo'rqamiz. Burchayib yurib chiqadi. Tush ko'rasizmi, to'ti buvi? O'lganlarni ko'raman.
Da? Ko'p kelib turishadimi? Nima deyishadi? O'lganlarni ko'rib, zo'ri. Anaqa, anomis. Aniqlamaysan? Tinu eshitolmasda. Nima ko'rasiz? Ko'raman. O'lgan, oyim tug'olmay o'lganlar. 40 yoshda. Ularni ko'rdim. To'ti buvi, Labay. Ibrohim dollar olib kelyaptimi Instagramda? Yo'q. Olib kelmayaptimi? 2 dollarga olib keldi-yu. Ha, bergan. Berdimi 2 dollarlikni? Berdi. Dollar yaxshi ko'rasizmi To'ti buvi? Dollar? Nima olamda? Nima olamda? Bilmayman, qo'yli olasiz. Bu narsa tiktirasiz. Oyimga pul bersam, men nima qilaman deydilar. 3 ta kelin umray borib keldi. 3 kilo menga pazarkalar bo'lib keldi. Buni xotin eng ko'pi buni xotin olib keldi. Nima qilaman? Nima qilasiz? To'pga. Nima kerak sizga uni To'ti buvi ayting? Nima orzungiz bor, ha, ushalmagan? Qonim to'ysa bor. Yomiyman-da. Anima bu narsa qo'ysa bo'lmas ekanmi? Ha. Bunaqani Tishlariga qo'yib beraman, sam o'zlari xohlaydilar. jah qo'yish kerakmi yo'cha ovqatlanishga? Voy, qo'ydirib berishdi. Hech bo'lmadi. Bo'lmadimi? Hammasi yo'qda. Quloqlari ham yaxshiroq eshitmayapti. Tozalatib yaxshi qilaylik, sam qo'rqadilar. O'zi yosh sayin bu mana shunaqa ekan. Mana buvim ham quloqlari yaxshi eshitmaydi. Baqirib gaplashamiz, kimdir baqirma deb yozibdi. O'sha ana zo'r gaplashyapsiz, baqirib siz ham. Bo'lgan. Xullas, nima qilamiz? Yo tish qilib beramizmi, chaynaydigan? Ha, ovqat yeyishga. Bormi? Mana ana 80ga chiqmagan opam qizlar borda, kishi bor. Ovqat qo'ysangiz nima qilib cho'nchagiga solib lekin ovqat yeydi. Talay bo'lmas ekan. Nima qilsak bo'lar ekan do'stlar, izohda yozinglar. Ana balki qanaqadir yo'li bordir. Ana go'shtlarni maydalab nimalar qilib beramiz? Maydalab kichkina qilib berasizlar. Shunaqa. Ovqat ishi yaxshi ko'rar ekan-da, xullas tushundim. Ha? Shunaqa. Undan ham qo'rqaman. Kimdan? Quloqqa tutadigan. Da, nimaga qo'rqasiz undan? Apparat bor-ku. Ana opam qizlar tutibdi-da. Voy xola tutmang deydi. Bo'ldi, o'sha gap menga quloqim keldi. Aytadiki, miyadan zaratga olar ekan deydi. Yo'q. Miyadan zaratga olar ekan. Yo, lekin unaqa emas, To't buvi. Bitta ko'rishingiz kerak-da, siz eshitmasdan kimdir bitta o'zingiz ko'ring-da, o'zingizga yoqmasa qilmaysiz. Sizda bormi shunaqa narsa? Yo'q. Zo'ra qattiq gapiradi, eshitaman. Bir xillarni eshitmasam ham. Hozir mana yaxshi eshityapsizmi gapirganimda? Yaxshi eshitilyaptimi? Oldimda sizni. Yo, yaxshi. Biz balandroq ham gapiramiz. Shunaqa. Balandroq gapirsa eshitaman, bo'ldi de. Bo'ladi. Bo'ladi. Umringiz uzoq bo'lsin, ilohim. Hamma shu videoni ko'rayotganlar sizni yoshingizga kirib yursin. Mana onam, oyim, adam, ukam, oilam hamma shu yoshdagi farzandlarim kirib yursin. Bu hozir yosh orzu bo'lib qoldi, rostini aytsam. Bu ishonishimiz qiyin. Biz plan qilganda уже yoshli aytamiz, 70 yoshgacha bunday plan qilamiz-da, u yog'ini уже bilmaymiz nima bo'ladi, ochig'ini aytsam. Voy, sopa sotirib o'lib qolayotganlar ko'pda. To'g'ri, To'ti buvi. Hozir kamroq-u. Mana opam qizlarni 7 ta qayinsinisi bor edi, 2 ta qolibdi. Yaqinda maktabda. To'ti buvi hamma dushmanlaringiz ham o'tib ketibdi-da. Nimada? Hamma dushmanlardan o'tib ketibsiz-da, deyapman mana. To'ti buvi, chet elga chiqqanmisiz? Samolyotda uchganmisiz? Qayerga borgansiz? Leningrad, Sankt-Peterburgga. Moskva, Sochi, Yalta. 15 kun paroxodda yurganmiz. Oxiri Astraxan. Astraxan. Nimaga? O'tga borgansizlar? Yo'q. Buvasiga putovka berardi. Meni ham olib ketdi. SSSR paytida putovka berishgan, ha? Qaysi shahar ko'proq yoqqan bo'lganingizdan? Sochi. Sochi yoqqan, ha? Kurotniyda. Ha?
Nima bo'lgan? Diskotekalar bo'lganmi o'tda? Ha? Lekin Leningrad ham yaxshi joy. Yaxshi. Leningrad u hozirgi Sankt-Peterburgda. Lenin rasmini qo'yibdi. Endi SSR payti shunaqa bo'lgan. Anaqa rasm emas, o'ligini qotirib qo'ydi. U Moskvada turadi u. Moskvada. Ko'rdingizmi shuni? Stalin. Hammasi. Yaxshi, hozir ancha yaxshi yashayapmizmi oldinga qaraganda? Bashezora. Bo'ldi. Ovqat serob. Kiyim serob. U joy mashinalar yana Ibrohimda mashinalarni qarang. u joy yaxshi. Tinchlik. Tinch. Voy, biza kelin tushirib biza okamga ayvon bo'lardi. Shunda odamlar o'zlari guvalaq qilib suvab kelin tushirib. To'y qo'rardinglar shunaqa. Lekin qishda ketardi, yozda kelardi. Urug'lar untib, yong'oqlar, qovoq ekardi, kartishka, shular yig'im terin olib yana ko'chib ketardik. To'ta buvi nimadan afsuslanasiz hayotda? Hayotdan endi 100 yosh bo'lib ketdilar. Qiyinchilik ko'rgan bizada. Nima qilmaganingizdan afsuslanasiz? Ana xizmatchilik. Okam kelardi, qiz bolaman bo'lmasam, enalarni yessalar kiyib, men chiqib ketardim. Paxtali bilmaysizlar. Paxtadan yengil. Lekin tancha bundoq qilsangiz yoningizdan sasib turardi ko'mirlar. Hozir o'lib qoladi uning hidiga. Bitta patinkani akalari ham o'zlari galmaga Butun oila kiyib yurganda. Hozir to'g'ri aytasiz, o'lib qolasizda hiddan turibdi. Lekin shu ajoyibda deyman To'ta buvi, sizlarni paytdagi odamlar hamma qiyinchiliklarni o'tib shunaqa uzoq yashab qo'yapti-da. Hozir zamon osonroq bo'lib qolganda, odamlar lekin uncha yashamayapti. Mana shunaqa bo'lib qoldi. Yoshlarga nima tavsiyangiz bor? Nima tavsiya berardingiz yoshlarga? Yoshlarga, Yosh qizlarga, bolalarga mana sizni ko'rib turgan. mana hozirgi yoshlarni asraydi. Qaragandan keyin tuzalmas ekan. Jar mehnat qilmaylar. Yashaylar deyapsiz. Faqat ana mehnat bilan hayot o'tib ketmasin deyapsiz. Mazza qilinglar, dam olinglar deyiladi. Chet elga boraylikmi? Sayohat qilaylikmi? O'zinglarga qaranglar. Anaqa o'zinglar joninglarni ayaylar. Endi katta bo'lgandan keyin zo'raga ham aytaman. O'zingizni asrang deyapsiz, qizingizga ham. Zo'ri ham yo'q, anaqa tuzatadi. Lekin bit joyinglar tuzaladi. Qaragandan keyin hech davosi yo'q. Nima qarichilik, zerikarlikmi To'ta buvi? Jam yomon bo'lar ekan. Da? Ertalab esaroman o'lmay tursangiz bo'ldi. Bo'ldi. Umringiz uzoq bo'lsin To'ta buvi. Tanishganimdan xursandman. Men bildim endi nima sizni million odamlar qarayar ekan. Haqiqatan ham mana ko'nglingiz ochuv, juda ham mana rus tilida aytganda prekolniy, hazilkash, pozitiv ayol ekansiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Lekin To'ta buvi 98 yoshli, balki mana O'zbekistonda aniq, SNG davlatlarida ham aniq menimcha, balki dunyoning eng taniqli Instagram blogerlaridan bo'ldingiz. Mana Ibrohim sababchi. To'ta buvi sovg'alarni yaxshi ko'rasiz-a? Yaxshi ko'raman, vaqtim o'tdi. Ne? Sovg'alar bo'lsa do'stlar mana Ibrohimga beraversanglar, berib qo'yadilar. Ular xursand bo'ladilar. Ibrohim To'ta buvini 300 mingdan ortiq obunachilari bor Instagramda, millionlab prosmotrlar, reklama bo'yicha takliflar chiqyaptimi? Takliflar chiqyapti. Oyim juda ko'p ko'radigan insonlar ishlab chiqarish bor ekan, har xil narsasi bor ekan, lekin men olmadim. Endi sen buyum bilan reklama olib foydalanyapsanmi? Yo'q, bu deyapti. Menga o'sha narsa endi kerak emas, chunki o'zim topishim bor, o'zingiz bilasiz. Shuning uchun hali olmadim. Endi men xudo olsa qilib ko'rsa kerak. Yo'q, nimaga odamlar baribir har doim bu narsa deydi. Menimcha ularga to'g'ri keladigan, xursand qiladigan narsa bo'lsa, sovg'asi bo'ladigan bo'lsa nimaga? Lekin hadiyalar juda ko'p berib turishadi. Olib kelib turaman. Nima podarka bo'ldi endi tako'roqdan?
Xo'p, Amerikaga bordim. Amerikada juda ko'pchilik oyma ko'rsharkanda. Dollarlar berib yoshibdi. Bu yuzga berib qo'ying deb, bu yuzga berib qo'ying, shikalatli, anaqali haligacha yoshyapti. Endi men hadeb o'zim olishga xijolat bo'lman. Kuni ham bittasi ukamni oti bu yuzga bitta zo'r hadyamiz bor. Mana shunaqa o'shani berib yuboringlar deb nima ekan san aytolmaymiz, lekin juda qimmatli narsa biz olib qo'yganmiz deb. Yana bittasi turib Germaniyadan narsa yuboraman deyapti. Bu yog'i Rossiyadan juda ko'pchilik. Ayniqsa fura haydaydigan akalar bor. Juda yaxshi ko'rsatgan. O'sha trak haydaydigan Amerikadagi akalar. Nimaga ular o'sha shu o'zini yaqinlarini sog'inib, o'zini buvisiga qaragandek qarar ekan? Mana bunaqa narsa ekanda, odam qaragandachi, inson bir xil qarar ekanda, o'zi ko'pi. Hammada shu gap. Sizni Ibrohim buvingizni videolarini ko'rsa, bum esimga tushiradi. Chunki buvilar boru xarakteri o'xshash bo'ladi. Ikkiga qarashi, gapirishi, emotsiyalar hammasi bir xil bor ekanda. Hammada shu gap. Oyingiz nima desa, meni buvim ham xuddi shu narsani aytadilar. Oyingiz nima ko'rsatyapti, meni buvim ham shunaqa narsa ko'rsatdim. Endi ko'pchilikni buvisi o'tganu, o'sha ko'pchilik kommentariyada ham yig'lab gapirib yozishadi. Shu anaqa ekanimda buvimni eslaymiz. Ko'pchilik aytishadi, bizani orzuyimiz bor, buvingizni bitta quchoqlab bag'rimga bosishimiz deb rosa ko'pchilik yozadi. Instagramda ko'p odam savol berar ekan, buvingiz qaysi tarafdan? Ona tarafdanmi, ota tarafdanmi so'rashar ekan. Ona tarafdan. Mana bildik, mana oy shu o'tiribdi. To'ti buvi yoshligingizda urganmisiz sizni? Ibrohimni urganmisiz To'ti buvi yoshligida? Yo'q. Yo'qmi? Bizani ham urmagandim. Uraman, oldimda mana shu. Urganlarmi? Ya. Ne? Endi oldin bola urgan emasman. Ana. O'zingizni farzandlaringizni ham urmagansiz? Yo'q. Urib tarbiya qilishga qanaqa qaraysiz? Xohlamayman. Shart emas, a? O'zi dadamda aytardilar, o'g'il qiz demayli, aqli hushi bo'lsin. Tiyda aqli hushi bo'lsa, kalta yemay katta bo'ladi. Ibrohim video javob beradi-yu sizga. O'zingizga yoqadimi? Yaxshimi? Yoqar ekan rostdan. Telefon qiladilar menga. Qattasan deydilar. Ko'chada yuribmansam, nimaga video olgan kelmayapsan deydilar. Bunaqa yoshda menimcha ko'proq e'tibor xohlashadi-da, zerikib qolishadi. Eng ko'p nima sizga nasihat bergan edi bu? Oyim menga aytadilar, shu yoshligingda aniq qilgan, o'zingni qiynamagan. Men qari bo'lganimda mana ko'ryapsan. O'shaning uchun yoshligingda dam olgan, mazza qilgan, yashagan deydilar. Kayf qil karochi deydilar. Bolasini otib ilardi. Kim, Ibrohimmi? 1,5 yosh. Men aytaman, qo'lini kuchi. Havasim keladi. Ibrohimga ham aytasizmi, yashab oying ko'p ishlamagin deysizmi? Yo'q, buni ishiga og'ir emas. Ha-da. Bilarkanlar. Tosh ko'tarmaydi. Ibrohim ham lekin ko'p ishlaydi. Harakat qiladi, ko'p ishlaydi lekin. Bilinmaydi-yu, kulib yuraveradi. Og'irlarni ko'tarmaydi. Yo, og'ir ko'tarmasa kerakdir, bilmayman endi. Ya, og'ir pullarni ko'tara olamiz, lekin og'ir pul ko'taradi. Nima qildingiz Amerikadan olib kelgan pullarni, $2. Kimmi? $2 olib keldi. Dollar olib keldi Amerikadan. Turibdi, bekitib qo'ydingizmi? Ana, kerak ekanda. Yaxshi. Oyimda seyflari bor nimada, xolos? Ha, seyf ham bormi? Ko'rsangiz jinni olib qolasiz. Ibrohim, keyin mana shu To't buvini akkauntlarini ko'rdim. O'xshatdim. Aka, Rustamni qarindoshimiz bor. Yomon o'xshaygan haqiqatan bor. Ne? O'xshaydimi Rustamga oyi? O'xshaydimi Rustamga? Ozg'inliklari, bo'y balandliklari. Attimi? Do'stlar, Rustamga o'xshasangiz izoh yozib olinglar, Rustamni. Xullas, qalin uni ham. Xullas, To't buvini akkauntlarida eng yaxshi ko'rgan navaram Ibrohim deb qo'yibdilar-da. Eng yaxshi ko'rgan navarangiz Ibrohimmi To'ti buvi? Uchalasi ham. Da? Lekin Instagramda eng yaxshi ko'rgan navaram Ibrohim deb yozib qo'yilgan. Shunaqami? Ko'raman. Ha?
Boshqa nevaralari keyin qilmaydimi sizlar? Renovasiya qilib rashk qilishmaydimi? Ya, ular tushunishadi. Ne? Ya, hamma navaralarini yaxshi ko'radilar. Endi Instagramda qizuv chiqsin shunaqa yozib qo'yganmiz-da. To't buvi, men bitta napitka qilaman dedim men. Men bu napitkani. Anori. Ha, bitta ta'mini ko'rib bersangiz, Xo'p. xursand Oyi. bo'lardim. Anor yomima danigi bor dotibdi. Mana bu danigiyo anorri suvi bu. Ichasizmi? Ochib bering. Ozgina. 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 Bo'ldi, bo'ldi. Ha, ana. Mana. Qani? Bismillahirrahmanirrahim. Qanaqa ekan ta'mi? Zo'r. Shirinmi? Yoqdimi? Mana shunaqa gaplar do'stlar, 98 yoshli To'ti buvi ana shu ta'mini ko'rdilar. To'ti buvi bitta duo qiling endi. Hamma ko'rayotganlarni sizni yoshingizga kirib yurishsin. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bola chaqanglar sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Onanglar sizlar rohatinglarni ko'rsin. Hech kasal bo'lmanglar. Hamma narsa davosi bor. Endi boshimdan o'tdi-yu. Katta bo'lgandan keyin doriga ham tuzalmaysiz. Sog' bo'linglar, ota-onanglar rohatini, bolanglar bo'lsa katta yigit bo'lib rohatini ko'ringlar. Sog' salomat o'ynab kulib ota-onanglar ham, sizlar ham bola chaqanglar rohatini ko'rib, meni yoshimdan ham oshib ketdi. Ilohim. Do'stlar, ikkita xulosa bu loyihadan 98 yoshda ham mana shunaqa nevaralaringiz bilan qanaqadir yangi professiya topib, taniqli bo'lib ketishingiz mumkin butun dunyoga. Ikkinchidan, yaxshi odam bo'lsangiz, pozitiv odam bo'lsangiz, mana odamlarga bilinar ekan, mana faqat u kamerada tuyulyapti deb o'ylashingiz mumkin, lekin hayotda undan ham mana prekolniy, ajoyib, mana priятный odam ekanlar. Uchinchisi, yashaylar deyaptilar. Yosh bo'lishimizga qaramay, ish bilan yashashga uspet qilaylik keyin. Keyin unaqa bo'lmaydi do'stlar, To't buvi. Yoshlikda hammasi Da. qo'nadi. Qaragandan keyin dori ta'sir qilmaydi. Da. Like bo'lsa biz vaqtda fikrlarni yozib yuboringlar. To'ti buvi, yana bir bor katta rahmat. Sog' bo'ling, yaxshilikni ko'rishinglar. Xudo xolasa 100 ga to'lganlarida yana kelaman. Yana 100 yoshli. Vaqtlikka uring. Bo'ldi, yana kelaman. Ibrohim chaqirmaydi-da unaqa. Salom deng, o'ydinglar. Bo'ldi. Quruq ketasizlarmi? Yo'q, bunda men quruq ketamiz. Mana nasib kelib berdingiz-ku. 100 yoshga xudo xolasa 100 yoshli baribir katta sabitiya bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi niyat qilib qo'ydim, To'ti buvi, yaxshi niyat qilib qo'ydim. Bumma duo qilib qo'yinglar, 100 dan ham o'tib yursin. Bizning yoshimizdan ham oshib ketinglar.